Assalomu alaykum. Fevral kompaniyasining 5-katalogidan zakaz urib olganman. Mahsulotlar juda ham ajoyib. Xotin-qizlarimizga kerakli bo'lgan eng asosiy mahsulotlarni urib olganman. Birinchisi nima? Birinchisi bu ultra to'pchali dezodorant. Bu juda ham zo'r mahsulot. Yigitlarga ham, qizlarga ham to'g'ri keladi. Ko'p terlaydigan o'g'il-qizlarimiz uchun qo'ltiq osti va oyog'iga surtiladi. 4 kun davomida badbo'y hid kelishini oldini olib, terlash balansini normaga soladi va plyuslik bu davolovchi xususiyatga ega. Bir marta ishlatgan insonlar, yigitlar ham, qizlar ham qayta xarid qilishmoqda. Sababi juda ham ajoyib mahsulot. Atirlarimizdan Purtojor. Bu atirni bilmaydigan xotin-qizlarimiz bo'lmasa kerak. Sababi bu Aleksey Nechayev, Fevral kompaniyasining direktori Aleksey Nechayevning to'yi munosabati bilan parfyum, ya'ni fransuz parfyumerlar tomonidan tayyorlangan betakror ifor hisoblanadi. Bu Nejniy Bogatiy atirlarimizdan hisoblanadi. 2 xili bor, hidi bir xil, lekin mana bu katta korobkada, juda ham chiroyli katta korobkadagisi bu haqiqiy duxiy hisoblanadi. Buni tabiiy efer moylari uzoq vaqt sochlarimiz, tanamiz, kiyimlarimizda saqlanib qoladi. Juda ham zo'r mahsulot hisoblanadi. Hammaga hidi yoqadi. Bu 3 kun davomida turib beradi, stoykisi 3 kun. Lekin xuddi mana shu iforni hidi bir xil, lekin parfyumerniy vodasi bor. Parfyumerniy voda bu stoykisi, ya'ni turib berishi 8 soat hisoblanadi, lekin ifori hidi bir xil. Bu ham tabiiy efer moylaridan tayyorlangan, lekin parfyumerniy voda. Bu ham juda ham ajoyib, xotin-qizlarimizda sevimli atir hisoblanadi. Hozir mana shu 5-katalogimizda Purtojorni mana shu 8 soat ifor turadigan parfyumerniy vodasi skidkada, super skidkada. Mana bu atirimiz Eau Feruque Sensvella, bu ham hozir skidkada. Bu romantichskiy atir hisoblanadi. Mana bu qizlarimizda seplariga olib qo'yiladigan, kelinchalarga, o'rta yoshli ayollarga to'g'ri keladigan feromonli atirlarimizdan. Ifori juda ham betakror, ishlatib ko'rishlaringizni tavsiya etaman. Mana bu atir, bu ham Eau Feruque Mademoiselle. Bu esa